Bundan 3 yil avval Novda School maktabini ochishda ota-onalarning og'riqlarini o'rganib, bolalarga sifatli va natijaga asoslangan maktab qurish g'oyasi asosida ishlarni boshlagan edik. Assalomu alaykum. Men Jahongir Rafiqov, 15 yildan beri ta'lim sohasidaman. Faoliyatimni dastlab Namangandagi Start 21 o'quv markazida boshlaganman. Bugungi kunda bu o'quv markaz katta tarmoqqa aylanib, Namangan bo'ylab 8 ta filialga ega va 6000 dan oshiq o'quvchilarga o'z xizmatini ko'rsatib kelmoqda. Yuqorida aytganimdek, 3 yil avval atiga 50 dona o'quvchi bilan boshlangan Novda School xususiy maktabi bugungi kunda 550 dan oshiq o'quvchiga xizmat ko'rsatib kelmoqda. Bu biz uchun shunchaki raqam emas, bu yuzlab ota-onalarning ishonchi va yuzlab o'quvchilarning kelajagidir. Lekin biz bugun sizga bular haqida emas, balki Novda School tarixidagi eng muhim yangiliklardan birini e'lon qilmoqchimiz. Undan oldin esa keling sizlar bilan 2025-2026 o'quv yili uchun bergan va'dalarimiz va erishgan yutuqlarimiz haqida qisqacha ko'rib chiqsak. Bu videoni oxirigacha tomosha qiling. Sizlar uchun yakunda ajoyib sovg'alarimiz bor. Demak, birinchisi bu o'quvchilarni turli xil manzillarga, sayohatlarga olib borish. Va men o'ylaymanki, biz mana shu sayohatlarni a'lo darajada bajardik va so'nggi sayohatimiz eng qizg'ini shu oyning yakunida bo'lib o'tadi. Bundan ko'zlangan maqsad bolalarni sinfdan tashqarida ham do'stlik munosabatlarini yaxshilash, bir dasturxon atrofida o'tirish va qolaversa, u yerda olingan quvonch va turli xil taassurotlari ularning keyingi hayotida unutilmas xotiralar bo'lib qolishini ta'minlash. Keyingisi bu albatta natija. Tabiiyki, ota-onalar uchun natija eng muhim jihat hisoblanadi. Bu borada biz to'xtaladigan bo'lsak, Novda Schoolda o'quvchilarimiz ertalab soat 8:30 dan 16:30 gacha band bo'lishadi va albatta qo'shimcha darslarga borish imkoni deyarli yo'q. Bu muammoni maktabning o'zida hal qilganmiz. Buning uchun bizga aniq maqsad yo'lida tuzilgan tizim kerak bo'ladi va mana shu tizimning mevasi bizni albatta quvontirmoqda. Bu yilning o'zida 100 ga yaqin o'quvchimiz milliy sertifikat, 15 ta o'quvchimiz IELTS, 10 ga yaqin o'quvchimiz SAT hamda 30 nafardan oshiq o'quvchilarimiz TOEFL sertifikatlarini qo'lga kiritishgan. Birgina 11-bitiruvchi sinf o'quvchilarining natijasiga qaraydigan bo'lsak, 5 nafar o'quvchimiz muddatidan avval maksimal 189 ballni to'plab, talaba bo'lish baxtiga muyassar bo'lgan. Va bular shuni ko'rsatadiki, biz natija uchun bergan va'damizni bajarib kelmoqdamiz. Novda School xususiy maktabi o'quvchilarni nafaqat bilimli bo'lishiga, balki sog'lom bo'lishiga ham jiddiy e'tibor qaratadi. Shu munosabat bilan o'quvchilarimiz uchun yilda 2 marotaba tibbiy ko'rik tashkil qilganmiz. Bu tibbiy ko'rik Namangandagi nufuzli klinikalardan biri Intermed klinikasi bilan hamkorlikda amalga oshiriladi. Bu bizga o'quvchilarning salomatligi haqida ma'lumot olish, umumiy rivojlanishi yoki ma'lum bir kasalliklarni erta bosqichda aniqlash imkonini beradi. Va ota-onalar uchun ham bu juda katta yordam vazifasini bajaradi. So'nggi tibbiy ko'rikimiz bir necha hafta oldin o'z yakuniga yetdi va biz yil davomida 2 marotaba tibbiy ko'rik o'tkazish va'dasini ustidan chiqdik deb o'ylayman. Eng so'nggi va'dalarimizdan biri bu maxsus platforma. Ya'ni Novda School o'quvchilarining ota-onalari uchun maxsus platforma yaratdik. Bu platforma orqali ota-onalarimiz o'z farzandlarining maktabdagi yurish-turishi, odob axloqi, qolaversa choraklik, yarim yillik va yillik baholarini muntazam ko'rib borishlari va eng asosiysi taomnomada qanday taomlar berilishini bevosita mana shu platforma orqali kuzatib borishadi. To'g'risini aytsam, bu platformani amalga oshirish men uchun juda ham katta baxt hisoblanadi. Hozirda ushbu platforma faol ishlamoqda. Undan foydalanayotgan ota-onalardan esa izohlarda o'z fikrlarini kutib qolamiz. Va nihoyat Novda School tarixidagi eng katta yangilikka birgalikda yetib keldik. So'z boshida aytganimdek, biz bu ishni o'quvchilarga milliy tarbiyaga asoslangan zamonaviy va sifatli ta'lim berish maqsadida boshlaganmiz va albatta davom ettiramiz. Hozirda Novda Schoolning Chorsu filialida 550 nafardan oshiq o'quvchi mavjud va maktabimiz deyarli to'lib bo'ldi. Shuning uchun yangi mavsumdan boshlab Namangan shahrining eng markaziy joylaridan biri Go'zal dahasida Novda Schoolning yangi filiali rasman o'z ishini boshlaydi. Bu filialimiz yarim gektardan oshiq maydonni o'z ichiga qamrab oladi va bir vaqtning o'zida 1000 dan oshiq o'quvchiga xizmat ko'rsatadi. Keling endi siz bilan Novda Schoolning Go'zal filialida o'quvchilar uchun yaratilgan go'zal sharoitlar bilan tanishib chiqamiz. Yuqorida aytib o'tganimdek, juda katta hududni qamrab olgan maktab hovlisida o'quvchilar uchun darsdan tashqari vaqtlarida dam olishlari hamda o'rtoqlari bilan birgalikda ajoyib vaqt o'tkazishlari uchun yashil zona hamda chiroyli o'rindiqlar tashkil qilinadi. Hozirda ushbu filialimizda qurilish hamda ta'mirlash ishlarining yakuniy bosqichlari bo'lib o'tmoqda.
Maktabimizning ichki qismiga keladigan bo'lsak, xonalarimiz keng va yorug' hisoblanadi. Qolaversa, isitish va sovutish tizimlari zamonaviy jihozlar bilan ta'minlangan va har bir xonamizda oddiy hamda elektron doska joylashtiriladi. Siz ko'rib turgan bu haybatli joy esa maktabimizning faollar zali hisoblanadi. Bu yerda zakovat, talant shou va turli xil tadbirlar o'tkaziladi. Ishonavering, o'quvchilarimizni ajoyib atmosfera kutib turibdi. Bundan tashqari maktabimizda kimyo, biologiya, fizika va informatika fanlari uchun maxsus xonalar tashkil etilmoqda. Bu orqali o'quvchilarimiz bu fanlardan ilmiy tajribalarni o'tkazish imkoniga ega bo'lishadi. Bu filialimizda ham sportga katta e'tibor qaratganmiz. Maktabda 5 ta sport zonasi mavjud bo'lib, eng katta yangiligimiz bu usti yopiq suzish havzasi o'quvchilar uchun foydalanishga topshiriladi. Siz ko'rib turgan joy maktabimizning oshxonasi hisoblanadi va u bir paytning o'zida 500 dan oshiq o'quvchini o'z bag'riga sig'dira oladi. Eslatib o'tamiz, Novda Schoolda taomlar maxsus nutritsiolog tomonidan tuzilgan taomnoma asosida tayyorlanadi. Uzoq masofadan kelib o'qiydigan o'quvchilarni inobatga olgan holda maktab hududida chuqur xavfsizlikka ega 200 o'rinli yotoqxona ham tashkil qilinmoqda. Bu yotoqxona maktab binosining ichida joylashgan. Albatta, qurilish jarayonlari va boshqa yangiliklar haqida sizlarni ijtimoiy tarmoqlarimiz orqali xabardor qilib boramiz. Videoni shu qismagacha ko'rganingiz uchun rahmat. Albatta, siz uchun maxsus sovg'amiz ham bor. Hoziroq quyidagi havola orqali ro'yxatdan o'tgan dastlabki 100 ta ota-ona uchun maxsus chegirmamiz mavjud. Yoki izohlarda telefon raqamingizni yozib qoldiring. E'tiboringiz uchun rahmat.